Assalomu alaykum. Endi sizlar bilan qo'shurg'ulanish mavzusiga doir ayrim masalalarni birgalikda ko'rib o'tamiz. Mavzuni tushunishda soddadan murakkabga tomon masalalar ketma-ketligida ko'rib o'tamiz. Demak, bizda birinchi masala sharti quyidagicha. 11 ta mikrosporatitdan nechta mikrospora hosil bo'ladi? 11 ta mikrosporatitdan nechta mikrospora hosil bo'ladi? Biz e'tibor beradigan qismlarimiz mikrosporatit hamda mikrospora degan qismlarga e'tibor beramiz va rasmdagi shpargalkadan foydalanamiz. Bu jarayonda bitta mikrosporatitdan mana e'tibor bering, rasmda nechta mikrospora hosil bo'lyapti? 4 ta mikrospora hosil bo'lyapti. Mana shu nazariy bilim bizga kerak bo'ladi ushbu masalani yechishda. Shu nazariy bilim asosida biz tenglama tuza olamiz. Bitta mikrosporatitdan 4 ta mikrospora hosil bo'lsa, 11 ta mikrosporatitdan noma'lum qancha? Demak, bu yerda x ni topsak, javob 44 chiqadi. Demak, masalaning javobi 44. Ikkinchi savol. 10 ta mikrosporadan nechta spermiy hosil bo'ladi? 10 ta mikrosporadan nechta spermiy hosil bo'ladi? Endi e'tibor bering. Bitta mikrospora mana masalan bitta mikrospora nazarda tutilyapti mana shu joyda. Bitta mikrosporadan ikkita spermiy hosil bo'layapti rasmda mana. Bitta mikrosporadan ikkita spermiy. Mana shu nazariy bilimga tayangan holatda biz tenglama tuza olamiz. Bitta mikrosporadan ikkita spermiy 10 tadan qancha? X teng 20. Uchinchi masala. 56 ta spermiy nechta birlamchi hujayradan hosil bo'ladi? Endi e'tibor beramiz. Bitta mikrosporatit hujayrasida bu birlamchi hujayra hisoblanadi. Bitta mikrosporatit hujayrasidan 4 ta mikrospora va 4 ta mikrosporaning har biridan ikkitadan spermiy hosil bo'lsa, demak, bitta mikrosporatitdan nechta spermiy hosil bo'ladi? 8 ta. Mana shu nazariy bilimga tayangan holatda biz masalani yechamiz. Bitta mikrosporatitdan 8 ta spermiy hosil bo'ldi. Bizda 56 ta spermiy mavjud edi. Demak, 56 ta spermiy nechta birlamchi, ya'ni mikrosparatit hujayradan hosil bo'ladi deyiladi va x ni topsak 7. Demak, masalaning javobi 7 ta birlamchi hujayra. Endi 4-masalaga to'xtalib o'tamiz. Diqqat qiling. 20 ta urug' hosil bo'lishi uchun nechta markaziy hujayra, tuxum hujayra va spermiy ishtirok etadi? Nechta markaziy, tuxum va spermiy ishtirok etadi? Masalan, yechimini yetishdan oldin, hosil qilishdan oldin albatta bizga nazariy bilim kerak bo'ladi. Yana qaytarib o'taman. Bitta urug' misolida zarur bo'ladigan tuxum, markaziy, spermiylar sonini ko'rib o'tamiz. Demak, bitta urug' hosil bo'lishi uchun nazariy bilim asosida bitta markaziy hujayra zarur. Bitta urug' hosil bo'lishi uchun bitta tuxum hujayra zarur. Bitta urug' hosil bo'lishi uchun ikkita spermiy zarur. Mana shu bilimlarni bilgan holatda biz ushbu masalani yechib o'tamiz endi qarang. Demak, bizda urug'lar soni e'tibor qiling 20 ta. Endi A sharti bajarishni boshlaymiz. Bitta urug' hosil bo'lishi uchun bitta markaziy hujayra ketsa, mana bitta markaziy hujayra ketsa, demak 20 ta urug' hosil bo'lishi uchun nechta markaziy? Proporsiyani yechamiz. Demak, 20 ko'paygan 1 taqsim 1. Javob 20. Demak, A sharti 20 ekan. Endi B shartda bizda tuxum hujayra so'ralgan. Tuxum hujayra. Bunda demak bitta urug' hosil bo'lishi uchun bitta tuxum hujayra zarur bo'lsa, 20 ta urug' hosil bo'lishi uchun 20 ta tuxum hujayra zarur. Demak, javob 20. Endi mana shu joyda sizga bitta shpargalka sifatida qo'shimcha aytishimiz kerakki, nazariy bilim asosida tuxum va markaziy hujayralar soni teng bo'lyaptimi bitta urug' hosil bo'lishida? Demak, biz buni oshiqcha hisob-kitoblar qilib o'tirmasdan o'z-o'zidan demak bu 20 chiqdimi markaziy hujayra, tuxum hujayrani ham 20 olib ketaverishimiz kerak.
Endi sizga tushuntirish uchun 20 qayerdan kelganini yana tushuntirish uchun men buni tushuntirib o'tdim. Lekin siz keyingi masalalarda albatta buni yechayotganingizda tuxum va markaziy hujayralar sonini masalan bittasini topsangiz, ikkinchisini shunga teng qilib ishlab ketsangiz bo'laveradi. Ana endi C qismiga o'taylik. Spermiylar soni topiling deyapti. Bitta urug' hosil bo'lishi uchun nechta sperm ishtirok etadi? Demak, 2 ta. Bizda urug'lar soni 20 ta. Demak, 20 ta urug' hosil bo'lishi uchun esa o'z-o'zidan 2 ga ko'paytirsak 40 ta spermiy. Demak, javob 40. Bizda umumiy javob A sharti demak 20, B sharti 20, C sharti 40 degan javoblar chiqdi. Endi bizda navbatdagi masala, e'tibor qarating mana. Bodomning changdonida yetilgan 640 ta spermiylarning 8 dan 3 qismi tuxum hujayrani urug'lantirishda ishtirok etdi. Qo'sh urug'lanish jarayonida ishtirok etmagan, e'tibor beramiz, etmagan spermiylar nechta mikrosporatitdan hosil bo'lgan? Demak, masalani yechib o'tamiz. Buning uchun nazariy qismga e'tibor qaratib qo'yamiz. Demak, bitta mikrosporatit, 4 ta mikrospora, 4 ta mikrosporani har biridan chang, bittadan demak jami 4 ta. Bitta changda 2 tadan spermiy, mana shu 2 tadan spermiy demak teng miqdorda, bittasi tuxum hujayra uchun, ikkinchisi esa markaziy hujayra. Demak, bundan kelib chiqadiki, tuxum hujayrani nechta spermiy urug'lantirgan bo'lsa, markaziy hujayrani ham shuncha spermiy urug'lantirgan. O'z-o'zidan tuxum hujayrani urug'lantirgan spermiylar sonini topa olamiz. Demak, 8 tadan 3 qism bo'lsa, 640 tadan qancha? O'z-o'zidan tenglamada 240 ta. Demak, 240 ta tuxum hujayrani urug'lantirgan. O'z-o'zidan manidan kelib chiqadigan bo'lsak, demak, markaziy hujayrani ham 240 ta spermiy urug'lantirgan. Demak, qo'sh urug'lanish jarayonida ishtirok etgan jami spermiylar sonini topish uchun tuxum va markaziy hujayralarni urug'lantirgan spermiylarni qo'shib chiqamiz. 480 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu 240lar mana tuxum hujayrani 240 va markaziy hujayrani urug'lantirgan 240. Jami 480. Endi ishtirok etmagan spermiylar sonini topishni esa bizda jami spermiylar 640 dan tashkil etardi. E'tibor beramiz mana bu joyda. Va bu yerda 480 tasi urug'lantirishda ishtirok etyapti. Demak, 640 dan 480 ni ayirib qo'yamiz. 160. Bu 160 ta urug'lantirishda ishtirok etmagan spermiylar. Demak, bizda urug'lantirishda ishtirok etmagan spermiylar soni 160 dan tashkil qilar ekan. E'tibor bering. Bitta mikrosporatitdan 8 ta spermiy hosil bo'ladi. Bizda so'ralyaptiki, urug'lantirishda ishtirok etmagan spermiylar nechta mikrosporatitdan hosil bo'lgan deyilsa, demak, urug'lantirishda ishtirok etmagan spermiylar soni 160 ta. Bitta mikrosporatitdan 8 ta spermiy hosil bo'ldi. Demak, 160 ni 8 ga bo'lib qo'ysak, bizda birlamchi hujayra, ya'ni mikrosporatitlar soni kelib chiqadi. Demak, bizda javob 20. 7-masalaga diqqat qaratamiz. Tetraploid navli qalampir 35 ta birlamchi jinsiy hujayrasida hosil bo'lgan spermiylarning ma'lum qismi urug'lanishda qatnashgan. Urug'lanishda qatnashgan spermiylardagi xromosomalar urug'lanishda qatnashmagan spermiylardagi xromosomalar sonidan 2688 taga kamligi ma'lum bo'lsa, A. Tuxum hujayrani urug'lantirishda qatnashgan spermiylar soni. B. Hosil bo'lgan markaziy hujayradagi xromosomalar sonini toping. Demak, masalani yana qaytadan tahlil qilib ko'rib chiqamiz. Tetraploid navli, demak 2n96 tetraploid navli. 35 ta birlamchi hujayra. Birlamchi hujayrada diploid to'plamda bo'ladi, 2n to'plamda bo'ladi. Birlamchi hujayradan hosil bo'lgan spermiylarning ma'lum qismi urug'lanishda qatnashgan. Urug'lanishda qatnashgan, e'tibor beramiz, demak urug'lanishda qatnashgan spermiylardagi xromosomalar soni urug'lanishda qatnashmagan spermiylardagi xromosomalar sonidan 2688 taga kam.
Demak, masalan shartida o'z-o'zidan nima demoqchi? Urug'lanishda qatnashgan spermiylar qatnashmagan spermiylar sonidan kam. Spermiylar tarkibida xromosomalar soni o'zgarishsiz. O'shaning uchun demak, urug'lanishda qatnashgan spermiylar kam bo'lgandan keyin undagi xromosomalar ham kam bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holatda masalaga yechim qilib o'tamiz. Demak, bizda birinchi qiladigan ishimiz nima? Birinchi qiladigan ishimiz 35 ta birlamchi hujayradan nechta spermiy hosil bo'ladi, shuni topib olishimiz kerak. Bitta birlamchi hujayradan 8 ta spermiy bo'lishini avvalgi masalalarimizda ko'rib o'tdik. Demak, 35 tadan jami 280 ta spermiy hosil bo'ladi. Endi biz urug'lanishda qatnashmagan spermiylarni X bilan belgilab, qatnashganlarni esa Y bilan belgilab olamiz. Demak, qatnashmadi X, qatnashdi Y. Endi mana shu joyda bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Umuman farq, xromosomadagi farq 2688 ta bo'lsa, demak, bitta spermiy tarkibida nechta xromosoma bo'ladi? 48 ta xromosoma bo'ladi. Demak, biz umumiy farqdagi xromosomalar, ya'ni 2688 ni 48 ga bo'lib olsak, bu 56 ta farq chiqadi. Xromosomada farq 2688 ta. Endi spermiyni o'zidagi farq esa 56 ga teng bo'ladi o'shanda. Endi bizda X qatnashmagan spermiy, Y qatnashgan spermiy. Ya'ni bu masalani tenglamani soddaroq ko'rinishda yechishga yordam beradi. Biz buni sal murakkabroq qilib, masalan, xromosomalar sonini X ga ko'paytirib, Y ga ko'paytirib, uni yig'indisi ayirmasi hisoblasak bo'ladi, lekin bizda milliy sertifikat imtihonlarida tezlik talab qilinadi. Iloji boricha tenglamalarni, masalalari kalkulyatorsiz ishlash usulini ishlab chiqishimiz kerak. O'zimizga shunaqa yo'llar qidirishimiz kerak. Shuning uchun iloji boricha mana shunaqa soddaroq tenglama tuzishga harakat qildik. Xo'p, davom etamiz. Demak, 56 ga teng. Tenglamani demak ishlaymiz. X va Y topamiz. X va Y topganimizda demak 1688 bilan 112, ya'ni X 1688, Y 112 ni tashkil etadi. Demak, bizda Y nima edi? Urug'lanishda qatnashgan spermiylarida. Endi urug'lanishda qatnashgan 112 ta bo'lsa, tuxum va markaziy hujayraga teng sondan bo'ladi. 56 tasi tuxum hujayra uchun ketgan, demak 56 tasi markaziy hujayra uchun ketgan. Endi A sharti. A sharti nima demoqda? Tuxum hujayrani urug'lantirishda qatnashgan spermiylar soni. Demak, tuxum hujayrani urug'lantirishda qatnashgan spermiylar soni 56 ta. Demak, A sharti javobini bajardik. Endi B sharti esa hosil bo'lgan markaziy hujayradagi xromosomalar sonini toping. Hosil bo'lgan markaziy hujayra, ya'ni 56 ta markaziy hujayra hosil bo'ldi. Demak, 56 ta. 56 ta markaziy hujayrada 2n to'plam bo'lgani uchun biz demak 2n 96 ga teng. Bizda bitta markaziy hujayra tarkibida 96 ta xromosoma bor. Bizda markaziy hujayralar soni 56 ta. O'z-o'zidan 56 ni 96 ga ko'paytirib qo'ysak 5376 ni tashkil etadi. Demak, ushbu masalaning yechimini mana shunday ko'rinishda yechish mumkin.